Öyke. Kaç gitken. Ben siz bağınıza girip burganım yok. Bir bağ bir. Kimde bağı bu? bir. Ha? Sen kimsen misin? Fermer mi? İsmin kim? Hacı Ekber. Familien kim? Ben adı familiyamı soramak hakkınız yok. Yok mu? Bir bağ bir. Sen kelip bizim işimizge yerleşke hakkın var mı? Ha siz benim bağıma girişen o. Qayerda yazılgan bu sana bağında? Bir de bize fermermiz. Qayerda yazılgan sana fermerligin? Sana fermerligin qayerda yazılgan? Fermerini bağını dep kirek Üke. Yosh sen ko'rinib. Xo'p, Menga qara uka, mana eshit. Xorazmcha gaplang, men tushunmaydi bicha. Nice. Tushunmasang aralashma. Chunki seni ertaga xalq ko'radi. Bo'ldi, bu yerda Qo'y yomon ko'rinma. Ağa bu yerda men sizni uyingizga borib, xotin bola chaqangiz yuriydi. Bog'ingizga do'r bostirib kirib turganim yo'q. Uka, men seni bog'ingdan olmanga o'qib ketayotganim yo'q. To'xta, mana eshit tur. Masalaga aniqlik kirish uchun keldik biz bu yerga. Fermer bilan keling, pожалуйста. Sen men fermerman deyapsan-ku. Men bu yerda qarovulman. Nimaga undarillashyapsan? Qarovulchiliging qil uka. Qarovulchilik, men biz biron narsa o'g'irlaganimizni ko'rdingmi? O'g'irlamasangiz ham gap turtmas bera. Axir yer dumaloq, hamma joyga kelish mumkin. Inson hamma joyda yuradi. Hop, bir chiqinglar bilan bittan chiqinglar. Qani. Chiqinglar. Chiqin bizam jarima to'laysiz. Necha kelib ketdi? Fermerni yeri. Men qarovulman, men gap kelar. Men ishdan bo'shatib beradilar. Rahbaringni chaqir. Rahbarimni o'zlaringiz topib kelinglar, men pожалуйста, men sizlarga gaplanman. Nima deydi rahbar? Telefon nomi edimi?